Barchaga bugun Fibonacci retracement haqida gaplashamiz. U qachon kerak bo'ladi va qanday to'g'ri ishlasak bo'ladi? Shu savollarga javob beramiz. Birinchi navbatda Fibonacci retracement eng ko'p ishlatiladigan instrument hisoblanadi va shu bo'limni Fibonacci retracement, Fib retracement deb yoziladi. Olamiz va nastroykasini birinchi navbatda ko'rib chiqamiz. Men to'g'ri olganman, sizlar ham shunga qarab to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bizga kerakli bo'ladi 0, 0382, 05, 0618, 1 va 1618 kerak bo'ladi. Bular eng ko'p ishlatiladigan va eng kuchiga ega zonalar hisoblanadi. Xo'p, endi uni qanday ishlasak bo'ladi? Bizda har doim bozorda maksimum minimum narxlar bo'ladi. Maksimum narx olamiz va minimum narx olamiz. Bozor откатlardan yurib keyin tepaga ketadi. Xo'p, откат beradi va maksimumni buzib yangi maksimum hosil qiladigan bo'lsa, shunda biz Fibonacci retracement ishlatsak bo'ladi. Uni qanday olsak bo'ladi? Maksimum narxdan, yangi maksimum narxdan olamiz va yangi minimum narxga keltiramiz. Bu yerdan 1, bu yerdan 0 turadi. Endi 0618, 05, 0382 bu zonalar kuchli zona hisoblanadi. Shuni belgilab olamiz. Shu zonadan откат berib 1 tipi 1 qilib olsak bo'ladi. Shu zonagacha yoki 1618 zonagacha keladi. Nimaga desak, har doim maksimum buziladigan bo'lsa, yangi maksimum hosil qiladigan bo'lsa, bu bullish, ya'ni buy hisoblanadi. Yana tepaga ketishga shans bo'ladi. Qachonki bu zonadan kiramiz, hozir 15 minutlikda bo'ladigan bo'lsa, kichikroq time frame 1 minutlikka o'tkazamiz va unda yana yangi maksimum hosil qiladigan bo'lsa, bullishga o'zgaradigan bo'lsa, shu tasdiq bilan savdoga kirsak bo'ladi. Bu degan 0618 o'zidan kirib, yo 05 dan emas, shu tasdiq bilan kiriladi. Xo'p, oltinni o'zida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda maksimum bor va minimum narx bor. Maksimum narx buzib o'tildi va buyga tasdiq berdi. Endi biz shu maksimum narx olamiz va keyingi minimum narx olamiz. Shuni Fibonacci'ni tortamiz. Endi biz kerakli zonani belgilab olamiz. Endi kichik time frame ga o'tkazamiz va minimum narx, maksimum narx, minimum va yangi maksimum hosil qildi. Bu kichik time frame da ham bo'lish, ya'ni buy'ni beradi. Endi bunda ham Fibonacci'ni tortib kichik time frame da 1 minut time frame da ana shu zonaga keladigan bo'lsa 0618, 0382 shu zonadan buy'ga kirsak bo'ladi va stop loss buni tagida bo'ladi. Hop, take profit. Yana 15 minutlik time frame ga o'tkazamiz. Bu yerdan kiradigan bo'lsak 1 bu yoqqacha take profit 1618. Mana biri buzib o'tgan va keyingisiga take profitni qo'yib kutsak bo'ladi. Stop loss buni tagiga bezobitga qilib qo'yamiz. Long position stop loss buni tagida bo'ldi va 1.8 risk reward agar bu joyga boradigan bo'lsa 1 ga 5 satmashinada ishlab beradi. Hozircha bizda 1 ga 3
shu 27 sotnash yilda ishlavergan. Bozor ochilishi bilan yana take profit 40-43 gacha kutsak bo'ladi. Agar sizga signal kanal kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga o'tib, signallarni ko'rib, daromad qilishingiz mumkin Telegram kanalda.